Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun go'sht narxlarini ko'rib hayron qoldim. Go'shtlar narxi 70 mingdan ekan. Aka, go'shtlar nimaga unaqa arzon? Aka, arzonligi sababichi bu elga xizmatda arzonlashtirilgan narxi. O'zi asl narxi buniki qimmat narx go'shtlar. Nechi pul? 82 mingdan beriladigan go'shtlar o'zi bozorga. Banu zaxiradagi go'sht emasmi? Yo'q, bu zaxiradagi go'shtlar emas. Bular Belorussiyadan keladi, ishonchli, halol. Mana bu halollik sertifikati bo'ladi. Davlat standartlaridan o'tgan. Farqi yo'q, hamma joyi bir xil 70 ming. Bir xil narx 70 mingdan. Qo'y go'shti ham 70 ming. Yo'q, qo'y go'shti 80 mingdan. Bu qanchaki? Mongoliya, Mo'g'ulistondan keladi. Mana go'shtlarimizdan sifat. Halimda ko'tarib bitta ko'rsating. Sarpanji joylari bo'ladi. Nechidan nechiga ishlaysizlar? Ertalab 7 dan ish boshlaymiz, kech payt 6 gacha. 7 dan 6 gacha. Mana Instagram'ga bor ekan. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bozor haqida mana shunaqa ma'lumotlarni yetkazib boraman. Agar go'sht kerak bo'lsa, men sizlarga joyini, adresini tushuntiraman. Mana bu meva bozor. Bu tarafdan kelganingizda ham kalbasalar sotadigan joy to'g'risida ekan. Arzonlashtirilgan narxlarda. Instagramligini atmayib ketaman. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Qiziqarli videolar hali oldinda. Kerakli videolar bo'lsa profilimga o'tib qarasanglar, ko'rasizlar. Kommentariyada yozib qoldiringlar, go'shtlarni sizlar nechi puldan olsizlar. Tog'a,